Assalomu alaykum. Efirda hafta ichida Digest informatsion dasturi. Studiyada Madina Abdulazizova. Yaqin daqiqalar ichida Toshkent kimyo-texnologiya institutida hafta davomida bo'lib o'tgan voqealar tafsiloti bilan yaqindan tanishtirib o'taman. 13-oktyabr kuni Toshkent kimyo-texnologiya institutida Xalqaro qizlar kuni munosabati bilan ta'lim, ilm va innovatsiyaga bag'ishlangan O'zbek ayolining aql zakosi nomli tantanali tadbir bo'lib o'tdi. 14-oktyabr kuni Toshkent kimyo-texnologiya instituti va Obuda universiteti vakillari Innovek 2025 xalqaro innovatsion g'oyalar haftaligida ishtirok etishdi. 14-oktyabr kuni Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda Obuda universiteti o'rtasida memorandum imzolandi. 14-oktyabr kuni Toshkent kimyo-texnologiya instituti kimyoviy injinering fakulteti tashabbusi bilan Adiblar xiyobonida adabiyot xalqning yuragi shiori ostida Qoraqalpog'iston xalq shoiri O'zbekiston qahramoni Ibrohim Yusupov hayoti va ijodiga bag'ishlangan ajdodlarni xotirlash burchimizdir nomli ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. 15-oktyabr kuni Toshkent kimyo-texnologiya instituti hamda Qozog'istonning AGT global mas'uliyati cheklangan jamiyat o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. 16-oktyabr kuni Neft va gaz texnologiyalari fakulteti dekan o'rinbosari Zulyarova hamda fakultet tutorlari tomonidan talabalar turar joyida istiqomat qilayotgan talabalarning yashash sharoiti o'rganildi. Uchrashuv davomida talabalar bilan men tanlagan mutaxassislik mavzusida qiziqarli davra suhbati tashkil etildi. 18-oktyabr kuni Yangihayot tumanida bolaning hayotini saqlab qolgan Toshkent kimyo-texnologiya instituti talabasi Muhriddin Ilashev Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Qo'ng'irotboy Sharipov tomonidan taqdirlandi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irotboy Sharipov Muhriddin Ilashevga uning mardligi va fidoyiligini e'tirof etib, tashakkurnoma hamda esdalik sovg'asini topshirdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.